Man Dadaboyeva Dildora, Dadaboyeva Musfirani oyisiman. Qizim tug'ilganida o'qiga o'ralib tug'ilgan edi. Keyin tug'ilgandan keyin boshida rosa fontanni qusar edi. O'sha qusgan paytida qusuvlari burniga ham kirib ketardi-da, o'zi cho'chib ketardi shu qusganlaridan. Keyin biz endi o'tib ketsa kerak deb o'yladik-da, keyin bir oylik bo'lgandan keyin bo'ynini mamnaqa bir yog'iga sal qiyshaytirishni boshladi. Keyin pediatrga olib borganimizda bizga pediatrimiz mana shu osteopatiya anaqasini muolajasini olib borishimizni tavsiya qilishdi. Keyin shu mana shu osteopatiya uz anaqasini tavsiya qildilar. Bizga shu nomerni berishdi. Keyin biz keldik bu yoqqa. Allohga shukr, mana bunaqa narsani qilgan ekanmiz dedi. Hech eshitmagan ekanman. Birinchi marta keldim. Birinchi kursda o'zida shu bolamda shunaqa katta o'zgarish bo'ldi. Hali qusishi sekin-sekinlik bilan kamayishni boshladi. Allohga shukr, mana hozir 4-kursimizni olib bizni, lekin uje mana bo'yinlarini ham rosa chiroyli tutyapti, uje o'tirishga harakat qilyapti bolam. Keyin qusishi полностью uje to'xtadi desam ham bo'ladi. Oldingi cho'chishlari ham, ana qusgandagi qo'rqib ketadigan, o'ziga anaqa ketadigan narsalari ham qolib ketdi shu anaqasidan. Mana shu osteopatiya o'z jamoasiga, o'zimni shifokorimizga minnatdorchiligimni, hamma anaqa jamoadagi ishchilarga, hammaligiga o'zim minnatdorchiligimni bildiraman. Shunchalik bolamni rezultat shunaqangi yaxshi darajada naq qildim. Mana emiylashni boshladi, aktivni o'tiryapti. Bo'ynilari, eng asosiysi bo'yni oldinga qarab ketib qolardi, hech o'zini tuta olmayapti dedi. Oldingi bolalarimda unaqa narsa ko'rmagan edim. Shuning uchun biz juda ham xursandmiz bu jamoada. Shunaqa zo'r ishlashadi, muomalaligi ham juda ham zo'r. Rahmat kattakon.